Demak, hozir ona tili darslarida siz bilan birga qiziqarli bir o'yin o'tkazamiz. Demak, bu o'yinimiz so'z turkumlarini qanchalik bilishingizni aniqlab olamiz. Demak, sizlar bilan biz hozir ot so'z turkumini o'tyapmiz. Demak, ot so'z turkumi kim nima so'rog'iga javob bo'ladi, to'g'rimi? Demak, hozir men sizlarga so'zlarni aytishni boshlayman. Demak, kim so'rog'iga javob beradigan so'z bo'lsa, demak, kim tomoniga turasiz? Nima so'rog'iga javob beradigan so'zni aytsam, nima tomoniga turasiz? Ikkala so'roqqa ham javob bo'lmaydigan so'zni aytsam, o'rtada qolishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, qaysi tomonda kim, qaysi tomonda nima so'rog'i turgan bilamiz, to'g'rimi? Bilamiz, demak, o'shanga qarab harakatlanamiz. Xo'p, demak, boshladik. Kitob, daftar, ruchka, odam, baland, past. Davom etamiz. Keyingisi. Qo'ziqorin, tipratikon. Ketdik, Jahongir ketadi. Tipratikon kim so'rog'iga javob bo'lmaydi. Yaqinroq turib olamiz yana ozgina. Bo'ldi, boshladik. Xalq. Ketamiz, tezsiz bo'ling. Farzand, daryo, suv, bola, chiroyli, ko'rkam, parta, kitob. Ketdik, o'tiramiz. Kitob. Demak, nima so'rog'iga javob bo'ladi? Hop, keyingisi. Yulduz. O'tiramiz. Yulduz nima so'rog'iga javob bo'ladi? Keyingisi. Ko'k. Demak, Muhammadxon chiqib ketadi. G'olib kim bo'ldi? Turdali va qarshi chalib qo'yamiz. Zo'r.